7-8 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng jonliq notiq mukofotiga erishgan mahir Rahima Abduvali. 7-8 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahir Mahdiya Mamatjon. 7-8 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Belgi İkram. 7-8 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 3. darajalik mukofotga erishgan mahirlar Sarvinur Sirajiddin, Nargiza Mamatjon. 7-8 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 2. darajalik mukofotga erishgan mahirlar Mehribon Ablajon, Turkinoz Shamshiddin. 7-8 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 1. darajalik mukofotga erishgan mahir Tafida G'ofur. 9-10 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahir Malika Mamatjon. 9-10 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Muhammad Ablajon. 9-10 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 3. darajalik mukofotga erishgan mahirlar Asiya Adil, Nazira Sabir. 9-10 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 2. darajalik mukofotga erishgan mahirlar Ehson Alim, Sharqinur Sirajiddin. 9-10 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 1. darajalik mukofotga erishgan mahir Bilal Abdulvahab. 11-14 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahirlar Yusufjon Ahmad, Asma Muhammad. 11-14 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Ömer Osman. 11-14 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha eng jonliq notiq mukofotiga erishgan mahir Imron Alim. 11-14 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 3. darajalik mukofotga erishgan mahirlar O'tkir Abdurahim Ko'ktog', Zulhaya Abdurazaq. 11-14 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 2. darajalik mukofotga erishgan mahirlar Nasiba Osman, Aysha Amchi, Asma Islom. 11-14 yaşlıqlar gruppasi bo'yicha 1. darajalik mukofotga erishgan mahir Nazokat Mutallib. Barliq mahirlarimizni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. İkinci qitimliq Mən Natiq Uyg'ur g'unchilari nutuq so'zlash musobaqasining mukofot buyumlari. 1. darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan qimmatlik miros Turkiy tillar divoni sovg'a qilinadi. 2. darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ur 12 muqomi tekstlari ustida tadqiqot nomli kitob sovg'a qilinadi. 3. darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan qayta besilgan Shahona kitob Qutatg'ubilik sovg'a qilinadi. Eng jasur notiq, eng tamkin notiq,
və ən canlıq natiq mükafatlarına erişkən mahirlərə Bilgin qrupsi təminləyən Ғunчылар balalar kitabı yürüşlüki sovg'a qılınıdı. Mükafat buyumları üçün iqtisadi yardım qılğan qeyrindaşımızga və Bilgin qrupsiga rəhmət eytimiz.